Assalomu alaykum do'stlar. Bu yerda 12 xil biznesdagi uskunalar sotiladi. Har xil assortimentdagi kolodis, termopanel, termotravertin, fasadniy plitka, gazoblok, mini gazoblok, oddiy gazoblok, pol avtomat, avtomat, penoblok, liboy assortimenti, mishalkalarda ismi, mana lentalar, har xil assortimentdagi uskunalar bu yerda bor. Hozir sizlarga hammasini bir boshdan obzor qilib o'taman. Bu yerda kolodis uskunasi. Kolodisni bilasizlar, ko'p joyda mana nol qila olmasdi, yumaloq diagonallar o'xshamasdi. Hozir bu yerda diagonallarni shunaqa nol qilingan, hamma tarafi bir-biriga bir xil razmerda chiqadi. Ikkita qolip, manaqa 1,5 tonnalik tali, pultlik tali, manaqa mishalkasi, bitta pistoletning vibratsiyasi bilan bu komplektni $1200. Bu yerda 2 kun, 3 kun xohlaganlarcha o'rgansa bo'ladi. Ishlab turgan o'zimizning sexlarimiz bor. Endi yana sizlarga boshqa uskunalarni hozir obzor qilaman. Bu uskunasini har xil assortimentda. Bu обычный komplektimiz $700. 3 ta qolip, rastor bochkasi, pena generatori, tumbasi, latogi, kompressor, mikser, pulsator shlangalari bilan 1000 ta osh pena bo'lib ketadi. Penalar bilan bu обычный komplektda joydagi narx $700, vodiy bo'ylab $750 gacha, O'zbekiston bo'ylab $800 gacha. Endi xuddi shuni belida ikki qatorli, sal usulli varianti. Hamma yo'q nargin bilan bir xil, faqat qolipli usulli bo'lgani hisobiga bu komplektimiz narxi $730, joyida $780, vodiy bo'lib $830 O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Trendda bo'lgan Euro komplekt deyilishiga sabab har bir palasalarda profillari bor, usulli manaqa 3 ta baquvvat osha-moshiqlari bor, baquvvat qilingan varianti. Bu ham 60-20-30 razmerda 6 tali qolipda 3 ta bo'ladi. Bu komplekt bilan kuniga o'rtacha 200 ta atrofida ham chiqarsa bo'ladi. Qolgan narsalar pena generator, latok, tumbash, mintosh pena blok ketadigan penalar, kompressor, pulsator shlangalarigacha buni narxi $800 joyida $850 gacha vodiy bo'lib $900 O'zbekiston bo'ylab dastlabki hammasi ichida bo'ladi. Endi mana latok tumba deymiz. Latok tumba ishlar xuddi shunaqa razmerda chiqadi. Endi legoli varianti. Legoli variantimizning narxi $850 joyida, $900 vodiy bo'lib, $950 O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Bu legoli varianti. O'rtasi bukilgan, ularga o'xshab hammasi 60-20-30 razmerda chiqadi. Buni ulardan farqi Lego latok, Lego kolonnalari bo'ladi. Bunda ham mana 1000 tosh pena bo'lib ketadigan penalari bilan bu komplektimizning narxi shunaqa narxlarda qilinadi. Endi turbalik, teshiklik varianti, buni latoklar nargi bilan bir xil, mana kolonnasida farq qiladi. Mana ustiga e'tibor bermasizlar, rezbali bo'ladi. Buni ham O'zbekiston bo'ylab $1000 dan olib borib kurslar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Agar shu yerdan olib kelsa $900 qilib beramiz. Endi hamma komplektlari, mana qo'shimcha latok, tumba, kompressor, mikser hamma narsasi bir xil bo'ladi. Faqat qolipida farq qiladi. 40-50-20 asosiy betonlar 40 ga qo'yadi. 40-50-20 komplektlarni yevro variantida qilib qo'yilgan. Narigi обычный yevro bilan bir xil narxi. O'sha $800 joyida, $850 vodiy bo'lib, $900 O'zbekiston bo'ylab. Qolganlar kompressor, mikser, penalar hamma narsalar bor. Endi bularni kimgadir qolib o'zi kerak, legolarni umuman nimasi kelsa bo'lib-bo'lmay sotiladi. Xonalar bo'lish uchun pergirot deysizmi, bunaqa kolonna, latok deysizlar. Xudo xolasa, qancha desanglar bor. Keyin ko'pchilik mana o'ntaradigan bochka. So'raganlar uchun o'ntaradigan mana zakazli, zinali variantidagi bochkalarimiz bor. Kimgadir tomsoq o'zini apparat kerak desa, tomsoqda mana pena generator, kompressor, mikser, dastur bochka bo'ladi. Xohlasalar pena generator kichkina variantda qilib, buni ham $250 dan shu yerdan qilib beramiz. Bu yerda endi pena blok biznesi edi. Boshqa bizneslarni bu yerda obzor qilamiz. Bu yerda termotravertin. Termotravertin mana sizlar o'ylashing o'zga qopqa turganik. Bu gips emas, tosh, tabiiy tosh. Tabiiy toshdan tayyorlangan mana shunaqa termotravertin ishlab chiqaraman deganlarga termotravertin bizneslarni ham yo'lga qo'ygan manaqa o'zini qoliplari, vibratsiya stoli, mishalkalarni $900 qo'yib, bu yerda yotoq joy hammasi tekin bo'ladi. Shu yerda xohlaganlarcha o'rganib, xomashyolar qayerdan olish, qanot tayyorlash hammasini yo'lga qo'yib beramiz. Bu biznes $900 dan. Shu yerga kelib bemalol o'rganib ketsalar bo'ladi. Endi mana termopanel ishlab chiqaraman deganlar bunaqa spotlik, bunaqa termopanel uskunalarimiz ham bor. Bunda 3 xil guldagi xohlagan gullarni o'zlariga chizib beramiz. Gullari, gipki kamer qilish uchun kompressor, mikser,
pulsator hamma narsa o'zini stollari bilan bu komplektga 900 dollardan qilib qo'ydik. Bemalol kelib shu yerda o'rganib qilsalar bo'ladi. Bu bizneslar ham yo'lga qo'yilgan. Endi bu yerda gazoblok uskunalari ta'sirladigan bo'lsam, gazoblok uskunamizni ko'rasizlar, ikkita qolip, bu prostoy. Ikkita qolip va mana bitta reskasi, suv yo'ngisi, pastda 1 tonnalik, tepada 110 litrli shablon, ten, datchik, suv motor hamma yo'qda. Mana bitta mishalkasi ham. Xohlasalar 220, xohlasalar 380 variantda qilib beriladi. Bu komplekt 1,5 ming dollar qo'ydik. Shu O'zbekiston bo'lib dastakalar kelishilgan holatda. Endi trendda bo'layotgan gazoblok, penablok, tonso uchtasi birda komplektda biz. Uni ham 1,5 ming dollar. Bunda uchta qolipi, gazoblok ham, penablok ham, nima boshqa ishlarni ham quysa bo'ladi. Sementli varianti deysizmi, poliester blok deysizmi, hammasini quysa bo'ladigan qoliplar. Bunaqa mishalkasi. Xohlasa 220, xohlasa 380 da ishlaydigan bunaqa yangi bitta mishalkasi, suv yo'ngisi. Pastda 2 litrli, tepada 55 litrli shablon, suvdachik, tenta, suv motor hamma yo'q bilan bo'ladi. Endi bunga raptor bochka, generator, kompressor, pulsator ichida mikserlar va bu komplekt 1,5 ming dollardan. Dastakani O'zbekiston bo'ylab qo'ydik. Bu variantlarni ham qilib beramiz. Endi kimlar uchun mana mishalka kerak desa, mishalkani ham 200 dollardan boshlab esa narxi oshib boraveradi. Mana zavodskiy 300 talik deysizmi? Unaqa mishalkalar deysizmi? 2,5 million so'mdan mana baquvvat bemalol arenda berib qo'yib ishlasanglar bo'ladigan misab modga deysizmi, alyumin modga deysizmi, hamma sizdan bor, xudo xolasa. Endi gazoblok uskunasini avtomatli uning avtomat liniyasi deyiladi. Avtomat liniyasida nimalar bo'ladi? Manaqa o'zini vibratsiya qumni elash uchun bunaqa lentasi, mana shu lentani o'zi kerak desa, lentalar ham yasab beramiz. Aytilgan metr, aytilgan uzunlikda. Manaqa o'zini mishalkasi dozatorli, miyali bo'ladi. Kilogramma bosasiz, o'zi sementini, suvni, qumini hammasini o'zi o'lchab, kilogramlarni moslab qilib beradigan variantda bo'ladi. Hammasi elektronli ishlaydi. O'zini manaqa sementni qilib beradigan o'zini shiniga, endi mana yerda katta silios bunkeri bo'ladi. Zakazga qarab 50 tonnalik, 60 tonnalik, 100 tonnalik, 80 tonnalik har o'zini komplekti 45 tonnalik katta silios bunkeri bor. Zakazga qarab kattalashadi. Manaqa o'zini suv tutadigan tenta, nima deysiz, aqlli katyoli. Bosib qo'yasiz, o'zi gradusga chiqarib, o'zi bu bochkaga tashlab beradi. Bu bochkani ham zakazga qarab, komplektiga qarab kattalashib boraveradi. Nechta tonnalik desa, shunga qarab kattalashadi. O'zini mana liniyalari, avtomat reskasi, bunaqa ikki tarafda aravachalar hamma yo'g'i bilan 23 ming dollar ponni avtomat. Agar ponni avtomat emas, pul avtomat bo'ladigan bo'lsa, 6 ming dollardan boshlanadi. Qoliplar soni ko'payishiga qarab narxlar oshib boradi. Komplektida 10 tadan qolib, qo'shimcha qolib kelishilgan holatda. Pul avtomatda faqat mana miyalari bunaqa bo'lmaydi, oddiy variantda bo'ladi. Lekin kechishlar avtomat reski holatda bo'ladi. Buni ham aqlli qilib xohlasa o'zi ko'tarib tushiradigan, umuman aytilgan variantida xudo xolasa qilib beramiz. Kimga shunaqa uskunlar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.